Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, kanalimiz kuzatuvchilari, qadrbaland insonlar. Yaxshimisizlar? Ramazonga ham yaqin qoldi. Ramazonga yaqin hamma uy olishni niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin do'stlar. Bitta like bosib qo'ying. Bitta like bosib qo'ying, tamom. Niyatingizni kommentga yozib qoldiring, o'qib chiqamiz xudo xohlasa. Hammamizga uy mashnaqa nasib qilsin. Xullas, 2 xonali kvartiramiz sotilyapti. Xohlasangiz bir qancha ipotekaga oling, xohlasangiz naqd pulga xarid qiling uyimizni. Uyimiz tayyor remont holatida, kvadrat metri ham ijara qo'yib foydalanish uchun ham yaxshi kvadratura, undan tashqari sotish uchun ham yaxshi kvadratura. Yashash uchun esa ideal variant deb 100% ayta olaman. Xullas, uyimiz 58 kvadrat kirganimizda mana birinchi bu tarafda sanuzeldan boshlaydik. Tayyor remont holati, undan tashqari mana kuxni mebellari qo'yilgan palon pulga. Bu kuxni mebeli ham shu yerda qoladi. Xo'p, uyimiz Urizor rezidensi Krurish qismida joylashgan. Bu yoqqa o'tamiz. Xo'p. Xo'sh. Bu tarafimiz uyimizning spalnisi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda, kengina like bosib qo'yaverasizlar. Urizor rezidensidan ko'pchilik kvartiralar izlab yuribdi, qarab yuribdi. Bir xonali, 2 xonali, 3 xonali kvartiralarimiz mavjud do'stlar. Faqatgina Telegram kanalga chiqaryapmiz. Chunki YouTube'ga har doim video chiqarishga ulgurmay qolyapmiz. Shu sababdan ham Telegram kanalga mana shu ko'rsatilgan narsani Telegram poyezga yozsanglar yozadi. Mana Cheap Houses 1 deb yozilgan bizning Telegram kanal chiqib keladi. Shuni obunachani bosib qo'yasiz. Zo'r remontli yoki срочный berib yuboriladigan variantlarni o'zimiz aytamiz. Akalar срочный berib yuboryapti. Davay bosinglar, zo'r variant, narxiga 100 talik arziydi degan narsalarni shuni yozib Telegram kanalga tashlab qo'yamiz va siz o'sha uylarni yaxshigina narxga xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, bu uyimizning zali, zalimizda uyimizning balkoni mavjud. Balkondan chiqqanimizda Urizor bozori bu tarafimizda parkovkasi o'zini, bu tarafga yursanglar Chilonzor metroga ketadigan joyi. Xullas, bu kvartiramizni naqd pulga ishtirni sanab bez kredit olaman deganlar uchun narxi 66500 dollar. Agar birlamchi ipotekaga xarid qilaman desangiz, boshlang'ich 26500 dollar to'laysiz, oylik to'lov 7 million 100 ming so'mdan chiqadi. Eslatma tariqasida aytib o'taman, ipotekaga olsangiz, uyning narxi qanaqaligi deyarli muhim emas. Chunki 5 yilda yopaman desangiz, baribir uy narxi ozgina siz xohlaysizmi yo'qmi qimmatlashadi. Shu sababdan ham hisob kitobingizni olib, agar ras imkoniyatingiz bo'lsa naqdga oling. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, birlamchi ipotekaga olib ijarachi qo'yib qo'ysangiz ham, ko'chmas mulk nedvижимость shu yerdan 50 ming dollarga sotgan uylarimizni hozir 65 ming dollardan sotishyapti. Atigi 4 oy davomida mana shu Urizor rezidensi narxlari shunaqa zo'r o'sib berdi. Odamlar yaxshigina foyda ham ko'rdi. Bundan buyog'iga ham foyda ko'radi. Chunki nedvижимостьdan hech kim zarar ko'rmaydi. Bizani kuzatganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling, xudo xohlasa. Mana shu videoni like bosib tarqatib qo'yinglar. Telegram kanalga obuna bo'lib qolinglar. Qayta gapiraveraman-ku o'sha Telegram kanalga o'tinglar deb. Nima uchun bilasizlarmi? Chunki Telegram kanalda zo'r variantlar chiqadi. YouTube'da endi baribir chetda ishlab soqqa qilib yurganlar, qo'lda soqqasi borlar bizani kuzatishadi. Telegram kanalga o'tib olishsa, foydadan xoli bo'lmaydi. O'zlari uchun eng qizig'i. Uy sizga kerak, bizga emas. Shu sababdan ham o'zingiz ozgina bo'lsa ham harakat qilsangiz, mana shunaqa uylarning egasi bo'lishingiz mumkin do'stlar. Rahmat hammaga.